Hayotingni o'zgartirmoqchimisan? Sen bilan chorri psixolog 322 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda men senga motivatsiya beraman. Hayoting tubdan o'zgaradi. Birinchi qoida: hayotingda o'zing yoqtirmaydigan ishni qilishga o'zingni majburlashing kerak. Bacan? Nima bo'lyapsan? O ish qilmaydingmi? Dada, men chorri psixologdan motivatsiya oldim. Kelajakda o'zim o'rnim topishim uchun o'zimga yoqmagan ishlarni qilishga o'zim majburlashim kerak. Chunki hozirda mana chiniq qolman. Men alaq bermang, qoching. Yaxshi psixolog ekan unda ish qilish o'rgatibdi senga. Malades. Bosib bacham. Senga ikkinchi motivatsiya. Orqangdan gapirganlarga hech qachon e'tibor berma. Chunki ular hamisha orqangda. Zoker, bola, suv berdingmi? Zoker? Bacha? Bacha. Zoker? Ibulan. Bacha? Bacha. Ana nima qaraymisan? 2 soatdan beri chaqiryapman. Dada, men orqamdan gapirganlar umuman e'tibor bermayman. Chunki ular mendan orqada. Agar oldimdan gapirsangiz aytib beraman. Kim o'rgatdi? Chorri psixolog o'rgatdi. Kelajakda men yuksalishim uchun juda kerakli narsa ekan bu. Chorri psixolog onasini? Senga uchinchi motivatsiya. Qo'rqgan ishlaringni qilishni o'rgan. Qalbingni qo'rquv egallashiga aslo qo'yma. Qo'rquvga tik bor. Og'zingga o'choq yoqaman ana.